Assalomu alaykum. Do'stlarim, qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Inshaalloh duo qilib turinglar. Safarimiz yana Rossiya Federatsiyasining Idmursk degan joyiga boramiz. Oldin bu yerga bormaganman. Idmursk taxminan Samarqanddan hisoblaganda 2400 kilometr ko'rsatyapti kartada, navigatorda ko'rdim. Samarqandga kelganman. Uzum yuklaymiz. Mana katta baza uzum yetishtiradigan shu yerdan uzumni yuklab Idmurskka olib boramiz. Inshaalloh yo'lda qiziqarli voqealar, foydali maslahatlarni birga ulashib ketaveramiz. Duo qilinglar azizlar. Yo'lda yuradiganlar juda qiyin bo'ladi hamma texnika bilan yurganlarga. Bu safar xolodilnik ref mashinasida harakatlanamiz. Idmurskka qarab. Shunaqa. Hozir Samarqanddaman, yukka kelganman. Yukni kechga tomon salqin bilan yuklaymizda, keyin harakatni boshlaymiz. Men avtomat korobka 2017-2018 yil. Qanaqa mashina, yili necha deb qiziqib qoladi-ku, birdan informatsiya berib qo'yaveray. Salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar.